bolasi o'libdi, qabrga qo'yib turgandagi holatini aytayapti. 4 oylik chaqaloq bolamni qabrga qo'yapti-yu deydi, qani endi yonimdagilar meni qo'yib yuborsa deydi, qabrga tushib yotib olsam deyapti-da. Shu bolam bilan birga yotsam, ustimizdan g'isht terib qum bosib yuborsa, shu yerda qolsam ham mayli deb. Ota-onamiz shunaqa yaxshi ko'radi bizni. Ota-onamiz shunaqa yaxshi ko'radi bizni. Agar bolam o'lsa menga hayot yo'q, bolam qabrda bo'lsa qanday men uyda yotaman deb qabristonga borib yotib oladi. Onalar shunaqa bo'lar ekan. Bular bizni shunchalik yaxshi ko'radi, biz nima shunaqa javob qaytara olmaymiz, ey yigitlar? Axir biz erkak kishimiz-ku. Biz onalarimizni hurmatini joyiga qo'ya olmayapmiz. Mashinamizni motoridan sal ovoz chiqib qolsa $1000 sarflaymiz. Men mashinam uchun qancha pul sarflayapman-u, onam uchun qancha pul sarflandim deb o'ylab ko'ringlar-da. Bir yilda 2 marta hayit o'tadi-da. Kim hozir aytaladi, men o'tgan hayit ayamga tilla o'ziga olib berdim deb. Men aytalaman. Undan oldingisida ham olib berdim deb aytaveraman, chunki olib beryapman-da. Bu bilan men pulim ko'p demoqchi emasman, men ham oddiy insonman. Lekin har kuni 10 ming, 20 mingdan onamga deb pul tashab yuringlar. Har ikkala hayitda tilla olib berasizlar onalarga. Yoki qimmat bir buyum olib berasizlar. Lekin biz shuni ravo ko'rmaymiz. Bolamiz tug'ilib qolsa, Xudo o'g'il berdi deb million-millionga velosipedchami, o'yinchoqmi, balobatlar hali pultga yuradigan mashinalargacha olib berib, haligi ishtonini qilib qo'yadigan bolachaga sarflayveramiz-u, bizni qiynalib dunyo keltirgan onamizda xabar olmaymizda, esimizda yo'q. Nimaga? Ha, endi onam shu onamda deymiz. Unaqa qilmaylik. Birinchi o'rinda ota-ona turadi, keyin farzand turadi. Bizda hozir boshqacha. Bola birinchi o'rinda, ota-ona ikkinchi o'rinda turadi. Ishonmasalaring, hayit bayramlarda yo boshqa bayramlarda bolalaringga nima olib beryapsizlar, onaga nima olib beryapsizlar, otaga nima olib beryapsizlar, bunday tasavvur qilib ko'ringlar. Shunda javob